Demak, bugun 6-dars. Shu hafta oxirigacha 7-dars bo'ladi. Undan keyin shu ikkita darsdan savollarni beriladi, ishlaysizlar. Va shundan nechta ishtirokchi oxirigacha aytilgan vaqtda bajargan bo'lsa, u menga farqi yo'q. Ya'ni 100 ta bo'lasizmi, 150 ta bo'lasizmi, 300 ta bo'lasizmi? Men uchun 300 millionlik qiymatli dars bo'ladimi? Men uni bera olaman. Yangi yilda ham demak 74 kishiga berdim. 1.600.000 so'mlik darsni 108 million so'mlik sovg'a qildim. Menga uni hech qanaqa nima deydi, plyus-minus yo'q. Siz harakat qilsangiz, uni men beraman. Faqat boyagiday, voy vaqtim bo'lmadi-da, muhim ishim chiqib qoldi. Sizni fikr va idrok qilishdan boshqa muhim ishingiz yo'q bu hayotda. Umuman muhim ishingiz yo'q, eslab qoling. Sizdan Xudo shuni so'raydi, shuni buyurgan, shuni so'raydi. Boshqa uy ishingni qilib, birinchi uyni tozala demagan misol uchun. Kerak bo'lsa ikkalasini ham qilasiz. Qilasiz-ku. To'yga bormoqchi bo'lsangiz, hamma ishni sarshtalab, bolalaringizni ham joyiga qo'yib, qaynaysiz, hammasini joyiga qo'yib. Startda aytilgandan yarim soat oldin tayyor bo'lib, boshqalar qachon tayyor bo'lishini kutib o'tirasiz. To'g'rimi? Qilasiz, o'zingizga kerak bo'lsa. Bu ham shunday o'zingizga kerak ish bo'lsin. Ras sizni miya boshqarishni xohlamayapsizmi? Fikrlaringizni quli bo'lib yashashni xohlamayapsizmi? Bu ham shunday bo'lsin. To'yga borib, yangi ko'ylagingizni to'yga kiyib borishga qanchalik oshiqqaningizda hamma ishlarni joyiga qo'yib qo'yasiz-ku. O'shanday bo'lsin. Chunki buni hisobini ertaga Xudoga berasizlar. Xudoga beradigan hisoblari sizni harakatga keltira olmasa, demak siz mamnunlikni botqoqiga kirib qoldingiz degani. Xudoga beradigan vaqtingizni hisobi sizni harakatga keltirmasa, sizni dangasalikka olib ketayotgan bo'lsa, siz mamnunlikdasiz degani. Botib qoldingiz degani. To'g'rimi? Odamni xursand qiladigan narsa shu vaqt umri uchun Xudoga beradigan hisobi bo'lishi kerak. Xo'sh. Boshladik. Bu yerda yozibdi: Assalomu alaykum. Men ro'za kunida Allohdan qalbim ko'zini ochgin deb duo qilgandim va keyin shundan keyin YouTubedan sizni ko'rib qoldim. Menga shunday deb kelishadi. Shu menga juda ham yoqadi. Sizni namozlarimda so'ragan edim. Sizni Xudodan so'ragan edim. YouTubedan chiqib qoldingiz oldimdan deb kelishadi. Boshida hech narsaga tushunmagan, endi darslarni eshitib endi tushunyapti. Boshida tushunmaysizlar. Bu tabiiy emasmi? Ximiya fakultetini bitirib chiqmagan odamni ximiya priborlarini tanimasligi tabiiy emasmi? Tabiiy. Shuning uchun u ham borsa institutga o'qisa 4 yil, keyin priborlar ham hamma narsani taniydigan bo'ladi. Ya'ni vaqtida saqlaydi turadi. Xuddi shunday, bu oddiy narsa, bular oddiy narsa. Men endi qo'shildim, hozir 3-darsga keldim, 6 ni 7 ni bajarsam ham olamanmi? Yo'q. Endi siz qila olmaysiz. Keyingisini kuting. Bu tugasa yana bo'ladi. Bu tugasa, juda dam olsak 15 kun dam olamanman, energiyamni tiklab olaman, juda dam olsak. Bo'lmasa dam olmasligim ham mumkin. Endi o'tgan safar 90 kunlik edi. Shuning uchun men ozgina o'rtada bir 20 kun dam olish qildim. Undan keyin yana kanalga qaytdim. Keyin yana o'rtada bepul darslar o'tib bu programma boshladim. Coaching o'tish oson emas. Ko'pchilikka bepul o'tish u ham. Ya'ni sizdan juda katta energiya ketadi. Men ozgina tiklanib olaman-da, ungacha ham bar bepul dars, savol-javob hammasi bo'lib turadi va keyin men yana qo'yaman. Unga yana boshqa sovg'a dars qo'yaman. Bu safargisini boshqacharoq qilmoqchiman. Hozir 8 talik dars bo'ldi. Bayramlarga to'g'ri bo'lgani uchun, to'g'ri kelgani uchun bu safargisi sal boshqacharoq qilamiz. Bu safargisiga 90 kunlik idrokni rivojlantirish coachingini sovg'aga qo'yaman. Bu safar boshlaydigan coachingning o'zi orzu maqsadlar haqida bo'ladi, bepul. Xuddi shunday savollar bo'ladi, ishlaysiz. Lekin sovg'aga endi 5 million so'mlik 90 kunlik idrokni ochish. U yerda kibr ham bor, hamma narsa bor, qancha praktika bor yerda. Aynan o'shani sovg'a qilib qo'ymoqchiman. Bunga o'zimni energetik nima qilyapman? Tayyorlayapman. Coaching ham muddati ko'proq bo'ladi. Masalan, bu 8 ta dars bo'lgan bo'lsa, 16 ta 21 ta dars bo'ladi. Demak, sizdan nima talab qilinadi? Sabr bilan o'sha 21 ta dars coachingga qatnashib, bepul o'zi qatnashib, savollariga vaqtida javob berib, harakat qilish talab qiladi. Va 21 tada javob berganingizdan keyin siz bemalol 5 millionlik 90 kunlik idrokni rivojlantirish coachingini sovg'aga olishingiz mumkin bo'ladi. Men o'zimga
shunaqa qancha bera olasan deb maqsad qo'ygan. Qancha bera olasan. Agar 100 kishiga 5 millionlik coaching sovg'a qilsam, bilasizmi bu qancha bo'ladi? Demak, men 50 million bilan qancha bo'ladim, hisob kitobga buncha tushunmayman. Shunchalik sovg'a bera olgan bo'laman. To'g'rimi? Xudo beruvchi, Xudo bizani Xudo yaratgan. Demak, biz ham berib bilamiz. Ana endi boshlaymiz. Bugun 6-bo'lim. Biz qayergacha keldik? Biz yana qo'shilishimiz mumkin. Unga qo'shilishlaringiz mumkin bo'ladi. Endi bunda o'zi qisqa muddatli uchun, shuning uchun biza o'tgan safar sovg'a olganlar, ya'ni bu safar yangilar qo'shilsin degan ma'noda qildik. Bunisiga birinchi va ikkinchi mavsumda sovg'a olgan ishtirokchilar ham hamma qatnashishi mumkin bo'ladi. Demak, hozirgisida o'sha qatnashganlar qatnashib bo'ldi, bajarganlar bajaryapti. 168 ta ishtirokchi bor edi. Endi shundan nechta odam qoladi bilmayman. O'zi 7 ta coaching savoli, 7 ta o'zi. Demak, bugun bizning 6-kunimiz, 6-mashg'ulotimiz. Biz hozirgacha boylik ilmiga yo'l deganda boylik haqida ishladik va kechagi darsda praktikasi bo'ldi. Aynan boylik so'zi bilan bog'lagan qadriyatlarimizni uzib tashladik. Ya'ni eng hayotimizda qiymatli bo'lgan narsalarni boylikka bog'lab qo'yganimizni. Masalan, siz boy bo'lsangiz, bu degani sizni insofsiz ekanligingizni ko'rsatuvchi. Yoki agar siz boy bo'lsangiz, Zebo Xidirova o'zi bloklanasiz, olib tashlang javobingizni. Qizlar olib tashlaydi baribir. Hozir savol javob tashlaydigan vaqt emas. Demak, siz boy bo'lgan bo'lsangiz yoki boy bo'lib ketsangiz, xuddiki siz xasis bo'lasiz, xuddi siz o'zgarasiz. Aynan shu bo'yicha boshlangan uchta fikrni, demak, pul iymon ko'rsatkichi, insof ko'rsatkichi va vijdon ko'rsatkichi degan narsani nima qildik biz? Ishlab tashladik. Ana endi bugun shuni davom ettiramiz. Demak, boylik insonga ta'sir qila oladi degan fikr. Bu qayerdan kelib qolgan bizaga? Boylik insonga ta'sir o'tkaza oladi. Bizning miyamiz shunaqa sistemaki, u bizning rivojlanishimizga xizmat qiladi. Bizning miyaga solingan va maqsadi bizning rivojlanishimizga xizmat qilish uchun solingan. Chunki Xudo u yoqdan tushirib qo'ygan, fikr qilinglar, tafakkur qilinglar deb. Demak, bizning ana shu rivojlanishimizga xizmat qilish uchun bizaga qo'shib miyani ham berib olgan. Va miya biz uchun xizmat qiladi. Xizmat qilish barobarida u bizani himoya qiladi. Nimadan? Rivojlanmay qolishdan. Himoya qiladi, rivojlanmay qolishdan himoya qiladi. Agar insonning miyasida boylik meni rivojlanishimga xizmat qiladi yoki bo'lmasam boylik menga ta'sir qila oladi, shu joyni olaylik. Ya'ni boylik insonga ta'sir qila oladi degan miyangizda uстановка bo'lsa, demak sizning hayotingizda pul kelmay turadi. Pul kelmay turadi degan narsani men sizga hozir yaxshilab tushuntirib beraman. Bu bunaqa bo'ladi. Miya siz masalan men dedingiz, bozor qurmoqchiman dedingiz. Bozor qaydan xayolimga kelib bilmadim, shu bozor qurmoqchiman dedingiz. Unga pul kerak, a? Miyaga aytasiz, men bozor qurmoqchiman deysiz. Keyin sizga miya taklif beradi, aytadi, bu seni uchun emas deydi. Yoki seni yo'lingga noto'g'ri deydi. Yoki qarshi deydi. Yoki odamlar nima deydi va sizga shunaqa taklif beradi. Siz aytasiz, demak deysiz, meni yo'lim emas ekan deysiz. Yoki deysiz, bu o'zi vaqt emas ekan buni deysiz. Yoki xuddi aytayotgan narsasi meni rivojlanishimga qarshi ish ekan bu deysiz. Va siz nima qilasiz? To'xtaysiz. Ana shu joyi sizni miya himoya qilayotganini bildiradi. Qachon, har qachon umringiz davomida siz nima taklif bergan bo'lsangiz miyangizga, nima g'oya bergan bo'lsangiz, ya'ni siz albatta miyangizga g'oya berayotganingizni bilmagansiz, lekin shu ishni qilmoqchiman deb o'ylagansiz. Ana o'sha qilmoqchiman yoki qilaman,
qilib ko'rmoqchiman tarzidagi aytgan fikrlaringiz, bular sizni miyaga bergan taklifingiz hisoblanadi. Ana shu tarzda miyaga taklif bergansiz va shunda sizni miyangiz sizga обратный связьga chiqqan, ya'ni qayta munosabat bildirgan. Va munosabat bildirgandan keyin o'sha munosabatiga qarab siz xulosa qilgansiz. Ha, demak bu noto'g'ri yo'l ekan. Ha, demak hozir vaqt emas ekan. Va shu xulosa qilib siz o'sha maqsaddan shunchaki voz kechgansiz. Ana shu jarayonlarni hammasi siz kim hayotida shunaqa jarayon esladi? Kimda shunaqa narsa bo'lgan? Qani yozamiz. Kimda shunaqa narsa bo'lgan? Ya'ni ana shu prosesga yaxshilab e'tibor bering. Bu miyaning ichida bo'layotgan jarayon chunki. Siz o'zingizga aytgansiz, men mana shu ishni qilmoqchiman, qilib ko'rmoqchiman yoki qilaman degansiz. Sizni miyangiz aytganki, bu ana shu joyi miyaga taklif berish, eslab qolinglar. Siz miyaga taklif bergansiz, miya keyin sizga обратный связьga chiqqan. Qayta javob bering. Aytganki, o'shanda nima deb aytgan? Qani kim eslasa aytsin. Men aytaman, juda ko'p, hammada har xil variant bor. Sizga aytganki, bu ish oson emas degan, yoki qiynalib qolasan degan, yoki ering baribir ruxsat bermaydi degan, yoki odamlar tushunmaydi degan, yoki nimadir negativ, faqat negativ aytgan. Umumiy nomini aytdilar. Va siz keyin to'xtatgansiz. Keyin shundan keyin siz nima xulosa qilgansiz? Siz xulosa bergansiz, qarang. Jarayon, harakat. E'tibor beryapsizmi? Harakat miyani ichida bo'lyapti. Miyani ichida bo'lyapti, hali tashqari yo'q. Demak, siz birinchi etapda miyaga taklif beryapsiz. Men mana shunaqa ishni qilmoqchiman, qilib ko'rmoqchiman yoki qilaman. Va keyin sizga miyaga taklif bergan. Boyagi negativ. Taklif bergan, keyin siz xulosa qilgansiz. Siz aytgansizki, nima xulosa bergansizlar? Aytinglar. Vaqti ajoyib bu bilim. Bu da, ya'ni siz ishlayotganini bilsangiz ham sizda ishlab yotibdi, bilmasangiz ham ishlab yotibdi. Shunaqa darajadagi bilim bu. Xo'sh, shundan keyin siz nima xulosa bergansiz? Xo'sh, miya taklif berdi, senda pul yo'q, eplolmaysan, bo'lmaydi, ering yo'qmi demaydi. Mana aytyapsizlar. Shunda, eplolmaysan degan, keyin shunda nima xulosa bergansizlar? Ana o'sha xulosa qismi juda muhim. Hamma fikrlarni aytganda, nima xulosa bergansizlar? Shu joyiga e'tibor bermaydi ko'pchilik. Qarang, bilolmayapsiz. Ana shu hafsalangiz pir bo'lishidan oldin nima xulosa bergansiz? Xulosa mana bunaqa bo'ladi. Demak, degansiz, demak shart emas ekan. Yoki demak kerak emas ekan. Demak baribir bo'lmas ekan. Yo'q, chekinish bo'ladi-da deyapsiz-ku, Nodirafa. Siz xulosani topishingiz kerak. Xulosani chunki o'zgartirib bilasizlar. Men xazayinman, qarang. Men miyam meni qulim. Miyamni ichi men boshqarayotgan respublika. Tushunasiz? Ya'ni davlat, qirollik. Aman o'sha joyda qirolichaman. Men vazirimga aytganman. Vazirimga aytyapman. Vazirlarim esa men shohman. Vazirlarim bor-ku, ta'lim bo'yicha vazirim boshqa. Ular menga o'zining fikrini aytyapti. Ular vazir sifatida aytyapti. Ya'ni o'sha miyam aytyapti menga. Endi men nima qilyapman? Bu vazirim aytyaptiki, yo'q, deyapti, u davlat kuchli deyapti, uni ustiga yurish qilmaymiz deyapti. U yerda unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Men nima deyapman? Ishonyapman unga, deyapman. Men shohman bo'lmasa. Shoh vazirning aytganini qiladimi? Ana o'sha joyi muhim. Vazir istaganini aytaveradi. Lekin shoh nima qaror qiladi, o'sha muhim. Vazir xizmat qiladi, yo'l topadi. Topadi kerak bo'lsa. Buyuradi, topadi.
Tushundingiz-a? Demak, o'sha vaqtda siz xulosa qilgansiz. İmkoniyat yo'q ekan. Misol uchun endi hammaga har xil. Lekin siz hozir imkoniyat o'sha xulosangizni anglay olmayapsiz. Birdan holatga o'tib ketyapsiz. Endi men vazirim menga aytdi, men shunaqa taklif berdi. Podshohim dedi. Men aytdimki vazirimga, endi men tasavvur qiling, men taklif beryapman. Navay deyapman, men shu mamlakatda deyapman, ular yaxshi rivojlana olmayapti. Qo'shib bo'lamiz, kengaytiramiz. U yerda ham ta'limni yo bir narsani rivojlantiramiz deyapti. Chunki shohlarning ham o'zining missiyasi bo'ladi. Deyapman, Menga vazirim aytyaptiki, yo'q deyapti. Uni xalqi deyapti, o'zi shunaqa ular deyapti. Biz unga borganimiz bilan foydasi yo'q deyapti. Olganimiz bilan vaqtimiz ketgani qoladi, imkoniyatimiz ketgani qoladi deyapti vazirim menga. Men unga aytyapmanki, "Aha, shunaqa ekanda, demak bu g'oya kerak emas ekanda" deyapman. Qarang. Yoki o'zimga shubha qilyapman. Ana, xulosaga qarang. O'zimga shubha qilyapman. Men demak odamlarni qiynayapman ekanda. Xulosangiz o'zingizga shubha bilan yakunlanadi. To'g'rimi? Xulosangiz o'zingizga shubha bilan yakunlanadi. Ana, xulosa nima qilganlaringizni bilmayapsiz sizlarga. Ana, demak men aytyapman, demak men u vazir menga aytdi-ku. Ana u dedi, dedi buncha ish nima edi? Urushga boradigan askarlarni dedi ovora qilamiz, dedi, urga borgan bilan foydasi yo'q dedi, ko'p tashvish bo'ladi dedi. Keyin men o'zimni nima qildim? Aybladim. Demak, xulosa o'zini ayblash bilan tugar ekan. Masalan, siz eringizdan bir narsa so'ramoqchi bo'lasiz, keyin miyangizda unday deydiki, o'zingizga aytasiz, sen sabrli ayol bo'lolmayapsan deysiz. Demak, shoh o'zini ayblaydimi? Shoh. Yo'q. Endi demak qarang, prosesni yana bir marta tushuntiraman. Boy bo'lish oson boy bo'lish. Lekin boy bo'lishcha ana shu mana ichidagi bir parcha narsani boshqarib bilish kerak. Bugun Xudo rahmat aytadilarki, Buxarska bo'ldi, bugun buvim aytadilarki, og'zingni ichida ikkita tishing orasidagi bir parcha tiling sarsta qilinmaganing uchun boshingga shuncha balo keldi deb aytardilar. Xuddi o'shanday, u til qimirlaydi. Bosh miyani ichida turgan, nima deydi, bir parcha miyani boshqarish kerak. Ana o'shani qilish kerak. Dunyoni emas, pulni emas, ishni emas, shuni boshqarish kerak. Ana endi proses. Men boshliqman, miyamga aytdim, g'oya taklif berdim. Miyam menga taklif berdi. Keyin men miyamdan xulosa qildim-da, nima qildim? O'zimni aybladim. Masalan, men miyamga aytdimki, "Davay jo'ra" dedim, "O'tgan falon mashina oldik, biz bu yil Toyota Prado olamiz" dedik. Keyin menga miyam aytdiki, "O'zingdan ketyapsan. O'zingdan ketyapsanmi? Odam degan mashinani ham qayta-qayta almashtiradimi?" deyapti. Miyam men nima qilyapti? Ayblayapti. Shunaqa qiladimi deyapti. Odamlar nima deydi deyapti. Misol uchun, keyin ering nima deydi deyapti. Sen hamma o'ylashing kerak edi deyapti. Senga yarashadimi shu deyapti. Shunaqa yurish senga yarashadimi deyapti. Joyingni bil, haddingni bil deb, oho, ko'p narsani chiqarib beradi. Keyin men xulosa qilyapman. Men haddimdan oshayotgan ekanman. Men haddimdan oshayotgan ekanman. Ya'ni meni haddimni ko'rsatib beradigan narsa pul. Marhamat. Demak, meni haddimni, umrimni haddi hisobini beradigan narsa bu pul. Men nima qildim? Miyamga ishondim va nimani tanladim? Ana shu asosiy joyga qarang. Xulosa berdim, harakat qilmaslikni tanladim. Kutishni tanladim. Ana shu joydan boshlanadi hammasi. Hayot ana shu joydan boshlanadi. Bu yog'i miyani ichida ketadi, hayot ana shu nuqtadan boshlanadi. Men kutishni tanladim. Harakat qilishni, tavakkal qilishni, harakat qilishni, Allohga ishonishni o'rniga shu g'oyani ko'nglimga Alloh soldi. Demak, men qanday qilsam, ham menga, ham atrofdagilarga foydali qilib, shuni amalga oshirsam bo'ladi, umrimni hisobi uchun deyishni o'rniga nima qildim? O'zimni aybladim-da, harakat qilmaslikni tanladim. Kutishni va vaqti kelishini. Kambag'allarning hammasi shunday yashaydi. Shunda endi siz o'ylab ko'ring. Kambag'al odamni kambag'alligi yoki pulsiz odamni pulsizligi bu pulga bog'liq bo'lyaptimi? O'ylab ko'ring.
Ya umr o'tib ketaveradi. Kutishni tanladim. Xuddiki shoh, misolda tushuntirib beraman endi sizlarga. Shoh vazirini gapiga kirdida, men shohman, vazirim aytdiki, shunaqa dedi, qirolim dedi, kirsak, dedi, shunaqa bo'ladi, ular bilan urush qilgan foydasi yo'q, ular bilan o'zgarmaydi dedi, yoki unda ishchilar ketib qoladi dedi. Nima deydi, boyagi yana esimga chiqdi, askarlarga ortiqcha xarajat bo'ladi dedi, to'g'rimi? Va men unga sho'xman, aytdim, ha, demak men nafsim hakalak o'tyapti ekan dedim-da. Keyin nima qildim? Kutdim, endi nimani kutdim? Kulgili joyiga qaranglar. Ya'ni kutishni kutdim, qachonki askarlarim tayyor bo'lishini, askarlarim hech narsaga urush qilamiz, davay biron joyni olib yutib olaylik deyishini va yana men kutdim, birorta mamlakat rivojlanib, men bermoqchi bo'lgan g'oyaga tayyor bo'lib kelishini kutdim. Shunday bir shohga to'g'ri keladimi? Kutdim, birorta mamlakat tayyorlanib, o'zi xuddi menga sovchi qo'yadi, ya'ni vazirim orqali keladi. Biza tayyor bo'ldik sizga, davay bizani kelib urush qilib bosib oling deyishini. Qanchalik mantiqsiz ko'ryapsizmi? Shunda u shoh bo'lib biladimi? Unda u shoh davlatni boshqarib biladimi? Yoki o'sha shoh nima maqsad bilan kelgan bo'lsa, shu narsani, o'sha rivojini o'sha joyga berib biladimi? Yo'q. Ana siz odamga o'xshab yasholmasligingiz sababi shu. Siz oddiy, siz demak, biz hammamiz odamga o'xshab yashay olmasligimizning sababi aytadiki, odamga o'xshab yashasam bo'ladiki, deydik, ba'zi vaqt tuyib ketasiz. Demak, odamga o'xshab yashay olmasligimizning sababi o'zi odamga buyurilgan ishni qilmasligimizda, odamga xos ishni qilmasligimiz. Ya'ni odamga xos bo'lgan narsa, oddiy narsa, fikrini boshqarish. Hayotni boshqarish Xudoga xos. Bandani boshqarish Xudoga xos. To'g'rimi? Fikrni boshqarish bandaga xos. Yarashadimi bandaga? Bandaga yarashadimi fikrni boshqarish? Yo bandaga odamlarni boshqarish yarashadimi? Nima yarashadi bandaga? O'ylab ko'ring-chi. Savolga javob bering. Bandaga yarashadimi? Hayotni boshqarish uchun yashash yarashadimi bandaga? Odamlarni boshqarish uchun yashash yarashadimi bandaga? Vaziyatlarni boshqarish uchun yashash yarashadimi bandaga? Xudo turgan joyda. Yo'q. Demak, fikrini boshqarmagan odam endi nimani boshqarib yashaydi? Ana, bandalarni boshqarish uchun yashayotgan bo'ladi. Bandalarni, vaziyatlarni, hayotni Nasiba Daminova o'zini boshqarish demang. Sizni Xudo boshqaradi. O'zini boshqarish demang. Sizni Xudo boshqaradi. Sizni qiladigan ishingiz bor. Realni beringlar miyaga. U yoqdan bu yoqqa olib tashlamanglar uni. O'zimni boshqarish deysizki, u ham manmanlikka ketadi. Demak, bandalarni, vaziyatni, hayotni, pulni boshqarish orqali, hatto rizqni boshqarmoqchi bo'lganingizda ham bu sizga yarashmaydi. Chunki manmanlik, Xudo qilish kerak bo'lgan ishni qilayotgan bo'lasiz. Oddiygina manmanlik, kibr. Va lekin siz fikringizni boshqara olsangiz-chi, u sizga yarashadi. U sizga yarashadi. U sizga yarashadi. Va siz odamzodga buyurilgan ishni qilasiz. Qarang, ham iymoningizga ketadi, ko'payadi. Siz aytyapsiz, etlarim jibrlab ketadi. Da, o'zi vibratsiya bu. Oddiy haqiqat, oddiy haqiqat. Endi, demak, fikrni boshqarish. Demak, boylikda
miyaga fikrlashga bog'liq ekan deb keldik. Va endi kelgan nuqtamiz nima bo'ldi? Demak, bo'y odam fikrini boshqara olgan odam. Endi ana shu joydan hayot boshlanadi degan joyga qaytaman. Ya'ni men miyaga taklif berdim. Nima deb taklif berdim? Miyamga taklif berdim. O'tgan yil mashina oldim, bu yil yana mashina olaman deb taklif berdim. Miyam menga nima dedi? Sen o'zingdan ketgan bo'lasan, kibr bo'ladi, manmanlik bo'ladi. Demak, yana nima deydi? Ketdi u yog'i. Boyagi insofsizlik bo'ladi, imonsizlik bo'ladi, vijdonsizlik bo'ladi, ketadi. Boshqalarni o'ylamaslik bo'ladi, bitta o'zini o'ylash bo'ladi, misol uchun ketdi. Endi men xulosani ana o'sha berayotgan joyimda meni kimligim belgilab beriladi. Ya'ni men shoh bo'la olamanmi, yo'qmi? Ya'ni o'zimni miyamni xo'jayini bo'la olamanmi yoki yo'qmi? Endi buni men qayerdan o'rganganman? Sizga aytaman. Buni Amir Temurdan o'rganganman. Temur Tuzuklar, men juda ko'p badiiy kitob o'qiganman, bilasizlar. Hozir ham juda ko'p o'qiyman. Temur Tuzuklarida tarixiy kitob, shohlarni juda ko'p o'rganganman, juda ko'p o'qiganman. Qayta o'qiganman. Buni men Amir Temurdan o'rganganman. Temur Tuzuklari kitobidan. Amir Temurning anaqasi bor ekan. Strategiyasi bor ekan. Ya'ni u hamma o'sha atrofida 10 tami, 20 tami hamma vazirlarni chaqirar ekan, kengashar ekan. Ya'ni kengashar ekan, maslahat soladi. Hammaga qilmoqchi bo'layotgan ishini. Keyin uni hammasini olar ekan, hammasini hech kimga inkor ham bildirmas ekan, hammasini ma'qul qilib olar ekan. Keyin o'tirar ekanda Xudo bilan gaplashib, Qur'onni ochar ekan. Qur'onni ochar ekanda, Qur'on surasi bilan Xudo bilan gaplashar ekan, qarang. Yani idrok qilib bilganda, idroki kuchli bo'lgan. Shuning uchun Amir Temurov, shuning uchun tarixda qolgani. Demak, keyin nima qilar ekan? Keyin o'sha yerdan ochib, o'sha yerdan chiqqan oyatni olib, o'zini g'oyasiga qo'yib, keyin u odamlar mashvarat qilgandi-ku, kengash qilgan 20 ta vaziridan olib, keyin qarorni o'zi berar ekan. Shunaqa chiroyli yozilgan. Umuman men o'zimni miyamni, o'zimni qirolligim deb e'lon qilganimdan keyin, Amir Temurdan boshqa unaqa variant topmaganman-da. Uni o'sha saltanatni boshqarishidan. Ana o'shanda, o'sha joydan olganman bu narsani. Mana bugun sizni ham miyangizni ochib beryapti bu. Ko'rdingiz? Va qarorni o'zi berar ekan. Ya'ni bu yerda nimalar yo'q. Endi men idrok qilgan joylarni aytib beraman. Vazirlarim nima deb o'ylaydi degan narsa yo'q. Ya'ni vazirlarim nima deb o'ylaydi degan narsa yo'q. Ya'ni 20 ta qarori, 20 ta vazir aytgan fikrga umuman to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin u shoh. To'g'rimi? Ular shuning uchun vazir. Ular taklif berishi mumkin. Ularning taklifi o'tadi degan narsa yo'q. Sizning miyangiz ham xuddi shunday narsa. Miyangiz istagancha taklif berishi mumkin. Lekin u o'tadi degan narsa yo'q. Lekin agar siz butun umr miyangizni taklifi bilan yashayotgan bo'lsangiz, siz qulsiz. Strategiyangiz qullik strategiyasi. Endi sizga savol. Qul boy bo'ladimi? Qul erkin bo'ladimi? Keling, boylikni olib tashlaylik. Qul erkin pul ishlatib biladimi? Erkin xohlagan joyga borib kelib biladimi? Fikrlang, o'ylang. Miya nima uchun bergan bizga Xudo? Ishlatish uchun bergan. Mana men sizga hamma tomondan olib beryapman bilimni. Tarix ham qolmayapti. Nima deydi? Bu o'zimizni islomiy tomon ham qolmayapti, dunyoviy bilim ham qolmayapti. Hammasini bitta qilib sizga tushuntirib beryapman. Chunki men shularning hammasini biologiya ham bor ichida, neyrobiologiya ham bor ichida.
Chunki men shuni o'zini hammasini qo'shib, bitta miyani dasturlash degan yo'nalish yaratganman, ishlab chiqqanman. Da, qul har doim qul. Endi sizga savol. Siz o'zingizni qulday his qilasizmi har doim? Erkinligingiz o'zingizni qo'lingizda emas. Kim shunday his qiladi? Xo'p, ba'zida eringiz, xo'p, ba'zida bolalaringiz, xo'p, ba'zida pul, xo'p, ba'zida sharoitlar. Siz o'zingizni qulday his qilasizmi? Erkinligi yo'q odam. Har doim nimagadir bog'liq bo'lib qoladi. Kim o'zini ana shu hisda his qiladi? Siz o'zingizni qul deb o'ylamaysiz o'sha vaqt, lekin bog'liq, qo'l oyog'ingiz bog'liq har doim. Yo'g'inda, yo bunga, yo bunga, yo unga. Ana o'shani sababi ana shu, ya'ni siz miyangizni quli ekanligingiz. Vaziyatlarni emas. Alloh bandasiga toqatidan ortig'ini bermaydi. Shuning uchun siz vaziyatlar sizni boshqara olmaydi ham, qul ham bo'la olmaydi. Ular faqat sizga xizmat qiladi. Demak, hozir tashqaridagi vaziyatlarni olmanglar. Demak, bu qullik, erksizlik sababi siz fikr quli ekanligingiz. Endi aylanaylar fikr boshqarsa qanday bo'ladi aytay. Fikr quli ekanligingiz. Qabul qila olmaysiz, ikkilanasiz, hali uylaysiz, unga maslahat solasiz, bunga maslahat solasiz. İçinizde uylaysiz, içinizde chuqurchasiga ko'masiz qo'yasiz. Keyin o'zingizni bechoraga solasiz. Demak, ona qaranglar, o'zlaringizni so'zlaringizga kirgizib olmanglar. O'tgan safar ham aytdim. Miyangizni katakchasiga mavjud bo'lgan narsaniga kirgizmanglar. Masalan, yozyapsizlar-ku. Bog'liqlik deyapsizlar. To'g'rimi? Miyamni quli ekanman. Ne demanglar. Siz miyani quli bo'la olmaysiz. Siz miyani xo'jayinisiz. Lekin fikrni qulisiz. Shunda siz hozir kelishingiz kerakki, men fikrni quliman degan narsaga. Shunda sizda erkinlik bo'lishi mumkin. Ha, aylanay. Fikrni quli bo'lsam, fikrni o'zgartirib bilaman-ku deb. Atak siz hozir voy erkinligimni quli ekanman, voy men miyamni quli ekanman siz miyani o'zgartira olmaysiz, uni Alloh yaratgan. Mohiyatni tushunyapsizlarmi? Men zo'r insight oldim, miyam portlab ketdi o'zi. Miyangiz emas, kibringiz portlab ketgan bo'lsa kerak. Demak, siz shu joyda tushunishingiz kerak. Yo'q, mana miyangiz sizga taklif bergan, siz o'sha fikrga ishongansiz. Masalan, miyangiz sizga "Sen o'zingdan ketibsan" degan, siz "Sen o'zingdan ketibsan" degan fikrga ishongansiz. Endi nima uchun miya taklif berganiga ishongansiz? Yoki o'sha nimaga miya taklif bergan fikrlar hammasi negativ va sizni harakatdan to'xtaydi, ya'ni kutishga olib keladi. Chunki ular bolalikdan qolgan fikrlarda. To'g'rimi? Bolalikdan qolgan, ota-onamizdan, kimdandir olingan fikrlarda. To'g'rimi? Qachon siz o'tirib fikringizni qayta dasturlandingiz? Bunaqa maktabimizda bormi? Bilim bormi shunaqa narsa? Yo'q. Ana endi shunda siz o'sha bolaligingizdan qolgan fikrga ishonib o'shanda harakat qilmoqchi bo'lasiz. Siz bolaligingizda rizq ota-onangiz orqali kelardi. Endi sizni o'zingizga to'g'ridan to'g'ri kelish kerak. Siz hali o'sha pozitsiyada o'tiribsiz. Egoni qo'shmang shahlo. Fikr sizni boshqaryapti. Fikr. Qarang, shunchalik qiyin fikrni quli ekanligimizni tan olish. Shuni tan olsangizlar, hozir bu yerda qanchalik tan olasizlar bilmadim. Shuni tan olsangizlar, uni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Chunki men miyamni quli ekanim deganimiz bilan siz miyani o'zgartira olmaysiz. Miyani Alloh mukammal qilib yaratgan. Endi
siz o'zingizga savol berishingiz mumkin bo'ladi. Fikrni quli ekanman. Demak, shunda men hozirgacha amal qilgan fikrlarimni o'rniga yangi fikr ishlatishim kerak ekan. Endi so'rashingiz mumkin bo'ladi. Men hozirgacha qaysi fikrga amal qilganman? Hozir vaqti emas. Demak, endi o'zgartiraman. Nima deyman? Hozir vaqti deyman. Hozirgacha nima deganman? Masalan, men qo'limdan kelmaydi. Endi o'zgartiraman. Meni qo'limdan keladi. Ya'ni siz men sizni qayergacha olib kelyapman? O'zingiz rostdan ham harakat qiladigan joyigacha. Endi sizga siz fikringizni xuddi shunday anglab o'rganishingiz uchun alohida vaqt kerak. Idish tovoqni yuvib ham buni qilsangiz bo'ladimi? To'g'rimi? Bo'ladimi? Idish tovoq yuvib turib ham shuni qilsa bo'ladimi? Uyni supurib ham shuni qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Taksida bozorga bora-bora ham shuni qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Uyquga keta-keta qilsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Ertalab yotgan joyingizda ham turib 2 daqiqa qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ya'ni buni qilishingiz uchun siz alohida vaqt kerak emas. Shunday fikringiz hayot o'zgarsa, hayotingiz o'zgaradi. Ana sizga strategiya. Xohish bo'lsa bo'ldi debsizlar-ku. Siz hozir ozgina bola pozitsiyasiga ketdingiz. Bolalar xohishi bo'lsa qiladi, xohishi bo'lmasa qilmaydi. Kattalarda bunaqa imkoniyat yo'q. Kattalar siz Xudoga ayta olmaysiz. Bugun xohishim yo'q edi, sen buyurgan fikr qilish ishini bajara olmadim deya olmaysiz. Ayta olsangiz marhamat. Aytib bilasizlarmi shunday deb? Bugun men xohishim yo'q edi, ertaga sizdan so'rayapti, senga fikr qilish buyurildi deyapti. Siz o'sha kuni meni xohishim yo'q edi deb bilasizmi? Ayta olmaysiz. Katta odamlarda bu yo'q, bu lyuks yo'q. Xohishim bo'lsa qilaman degan narsa yo'q unaqa joy. Sizni xohishingiz bo'lsa, umringizni foydali o'tkazsangiz, Xudo sizdan so'raydi. Xudo sizni xohishingiz bo'lmasa agar va umringizni nima deydi, tushkunlikka o'tkazsangiz, Xudo sizdan umringizni so'ramaydi degan joy yo'q. Bormi yo'q shunaqa joyi? Men xabarim bo'lmasa aytinglar. Demak, xo'sh, boylik 6. Zo'r dars bo'ldi. Va bizning xulosamiz nima bo'ldi? Fikrga qullikdan chiqish. Shuning uchun aytamanki, miyani miyani boshqarish bilan ishlash, bitta o'q bilan 5 ta quyonni urish. Ya'ni sizning hayotingizning hamma joyida natija bo'ladi. Chunki siz erkinlikka erishasiz. Aks holatda siz fikrni quli, erkinligingiz o'zingizga bog'liq bo'lmagan holda yashayverasiz. Jiddiy turib kuldirasiz. Ko'rdingizlarmi? Kuldirish uchun kulish shart emas ekan. Endi meni darslarimga qarasangizlar 500 dan ortiq nazariy dars bo'ldi. Qilib o'tibdi yangi fikr. Sizda eski fikr bor. Meni lug'atimda siz ishlatishingiz mumkin bo'lgan yangi fikr bor. Uni istagan darsimdan istagancha topib bilasizlar. To'g'rimi? Bu juda boy banda. Miyam shunga dasturlanganda boy juda qaynab chiqadi. Shuning uchun ana o'shandan foydalansangiz bo'ladi. Zotan foydalanib yashayapsizlar. Endi bu yerga yana ham keldingizlar. Ha, fikrda gap ko'p ekan. Shuning uchun bekorga fikr atomdan kuchli deyilmagan. Chingizxonni bilasizlarmi? Chingizxonni urush qilish strategiyasi. Chingizxon nima uchun strategiya? Chingizxon urush qilishdan oldin fikr kuchidan foydalangan. Urush qilishdan 1 yil oldin o'ziga josuslar tayyorlaydi va o'sha josuslar savdogarlar ko'rinishida o'sha qaysi mamlakatda bosib olmoqchi bo'lsa, o'sha mamlakatda viloyatlariga kirgiziladi. Va ular borib, ana shu fikr bilan fitna tarqatadi. Odamlarga ikkilanish. Nimagadir hamma narsa qimmat bo'lib ketyaptimi deydi masalan. Ki odamlar nima qilishni boshlaydi? To'g'ri, qimmat bo'lyapti. U vaqtda bu podshohdan norozilikka olib kelgan. Keyin demak podshoh bizdan uylamayapti, ular mazza qilib yashayapti. Qarang, fikr kuchidan foydalangan. 1 yilda davlatda xalqi deyarli 70% podshohdan norozilik tayyor bo'lgan. Bu degani Chingizxon bo'lsa,
darvozasini ochib beruvchilar ko'p bo'ladi degani. Strategiyasi shunaqa bo'lgan. Siz o'ylaysiz, bu shoxlar o'zidan o'zi tarixga qolganmi? Milliard shox bo'lgan. Nima uchun bular qolgan? Chunki bular ana shu kuchni ishlata olgan. Fikr kuchini, tafakkur qila olishni. Ana shular, men juda ko'p o'qiyman bularni, hammasini. Akbar Shoh, men o'sha Akbar Shohni o'qiganmanki, o'g'lim berimli bo'lgan vaqtimda, shuning uchun o'g'limni ismini Akbar Shoh qo'yganman. Yomon havas qilaman, juda havas qilaman strategiyasiga. Shuning uchun nima deydi, bular menga juda katta narsa bergan. Mana men sizlarga ham beryapti. Ular shu fikr kuchidan foydalangan. Bir yilda o'z davlat tayyor bo'lar ekanda, bozorlarga, boshqa joylariga savdogar shaklida kelar ekanda, masalan, narsangni arzon qil desa, nima qilay? Podshoh shuncha so'lib qo'ygan, qanday arzon sotay degan. Qarang, fikr kuchi. Ketdi uni miyasiga. Odamlar yomonlashga moyil-ku. Kimnidir yomon ko'rsatib, kim o'zini yaxshi ko'rishga. U aytgan, demak, agar podshoh soliqni baland qilmasa, bu bechora savdogar arzon sotgan bo'laydi deb o'ylagan. Va asta-sekinlik bilan podshohga, hukumatga nisbatan nima bo'lgan? Norozilik kuchayib boravergan. Va bu ko'tarilishlar bularga keyin bu yoqdan borganda nima qilgan? Egallab olavergan. Ular fikr kuchini bilgandan ham ko'ra har bir davrda fikrni boshqara olgan odamlar bo'lgan. Har bir davrda bo'lgan. Mana yangi davrning odamlardan bittasi men deb o'ylayman. O'zini fikrini boshqara oladigan odamlardan. Har bir davrda shunaqa uyg'ongan odamlar bo'lgan. Har bir davrda bor. Chunki bu tabiiy xususiyatda. Endi kim har xil maqsadda ishlatgan, men buni ana shu millatimizni rivojlanishiga hissa qo'shish maqsadida ishlatyapman. Hammaning niyati har xil bo'lgan. Shuning uchun bunaqa narsa juda ko'p menda. Nima deydi? Olgan narsalar. Miyamni strategiyasini ko'ryapsizlarmi? Demak, tarix haqida ham dars aytdim, hammasi haqida dars aytdim. Miyangizni ham bilib oldingiz, biologiyasini. Miya haqida ham tushundingiz, neyrobiologiya bu. O'zingiz haqingizda juda katta ma'lumotga ega bo'ldingiz. Bu 6-darsimiz edi, yakunlayman. Hali bolalik bo'yicha savollaringiz qolgan, uni ham bir orada javob berib olaman. Ya'ni bilasizlar, mendan qarz qolmaydi bunaqa narsa. Qilaman dedimmi, qilib beraman. Faqat his qilgan vaqtim qilaman, shunisi bor. Ya'ni qaysi ma'noda meni intuitsiyam seza oladi sizga qaysi vaqtda nima kerak. Ana endi savollar tashlab beriladi ertaga. Bugun yaxshilab eshitinglar, yaxshilab o'rganinglar. Ertaga tashlab beriladi. 8-darsimiz Navoiy shahrida jonli tarzda bo'ladi, sizlar bilasizlar. Soat 11 da boshlanadi. Biz u yerda raskopka qilamiz. Raskopka nima? Raskopka degani o'zi termin. Bu men uncha terminlarni ishlatmayman. Sizning miyangizni qayta dasturlaymiz. Oson pul topib, oson pul ishlatish degan narsaga. Ya'ni bu yerda faqat amaliyot bo'ladi u yerda. Yozma bajarasizlar. 4 soatlik mana shunaqa raskopka usulidan, miyani qayta dasturlash usulidan foydalanmoqchiman. Xudo xohlasa, oson topish va oson ishlatish. Bir kunlik 4 soat bo'ladi. Bu 8-dars bo'ladi. Bu praktika bo'ladi. Ya'ni nima uchun bu tarzda bo'lyapti? Siz bu bilimni olishingiz uchun o'zingizda energiya sarflashingiz kerak. Shuning uchun shu tarzda tashkil qildik, bu joyni olish uchun. Chunki bizning miyamiz qiyin pul topish va qiyin ishlatishga dasturlanib qolgan. Shu dasturni yangilaymiz. Nazariy dars bo'lmaydi bu yerda, praktikum bo'ladi. Uni qolganini men o'zim tashkil qilaman. Xudo xohlasa kimlar kelsa, ko'rishamiz, birgalikda ishlaymiz. Xo'sh. Namuncha hamma boylikni o'ylaydi, Allohga yaqin bo'lay demaydi, sog'likni o'ylash kerak, sog'likni o'ylash kerak. Mana shunaqa Alloh kar va ko'r qilganlar ham oramizda topilib qoladi. Ularga gapirishdan befoyda. Qo'l gapim bor, hozir tug'ildi, Navoiyda aytaman. Siz bu safar qatnasha olmayman deb yozgandingiz, kelgandingiz, ananda keladigan bo'ldingizmi? Demak, asosiy boyligimiz bizning bu fikrimiz bo'lyapti. Miyamiz bo'lyapti. Ko'rdingiz, miyamizning qancha kuchi bor. Asosiy boylik miyamiz bo'lyapti. Demak, shunda aytilgan-ku,
tug'ilganingizdan bo'y qilib tug'ilgansiz. Bo'lib tug'ilgan har bir inson. Miyasi bor hamma inson bo'y degani o'zi aslida. Gap shuni ishlatasizmi yoki shunga ishlaysizmi? Unga siz ishlaysizmi yoki siz ishlatasizmi? Gap shunda. Zo'r dars bo'lyapti hozir. Sog'lom fikrlash, kasalliklarni ishlash bo'yicha shunaqa zo'r dars bo'lyapti. Shunaqa anglayapti ishtirokchilar. Undan ham bitta natijalar qilaman. 40 kunlik coaching bo'lyapti. Yarmidan o'tdi. Kasal hayot strategiyasidan miyani chiqarish. Kasal miyalilarni tanasi kasal bo'ladi. Shuning uchun sog'lom bo'lishga urinmanglar. Sog'lom fikrlashga urininglar. Birga boramiz debdilar. Ko'rishamiz deb ham bir-birlaringizga yozyapsizlar. Xo'sh. Men o'zi tug'ma pedagogman deb bilaman. Chunki shunaqa tushuntiradimi ham, shunaqa informatsiyalarni olib keladi. Qachon o'qigan narsalarni ham shunday olib kelib bog'laydi. Dars zo'r bo'ldi, tarixni ham bildik oz desa. Zo'r deyman. Hammaga xayrli kun, ko'rishguncha.